Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bir xonadonimizga mebellar qo'yib berdi. Bu miyaki mebelimiz moshi materialda bo'lgan, pampers prujinali, ichlari sasnalar, NDFdan bo'lgan. Xo'p, hollariga ahamiyat berasizlar. Hollari ham o'zgacha chiroyli qilib, temirli toza noshalardan qo'yib qo'ygan. Xo'p, bu joyga yana nima qilib berdi u? Bu joyda xudo xolisa kuxinniy nabor qilib berdi. Bu kuxinniy nabor bez ruchka high-tech usulida bo'lgan. Neobitni yaxshi mexanizmlardan qo'yib, chiroylilab qilib berdi. Buni tozalab qo'yishadigan edi, faqat o'zi paddozi sal bez paddoz holatda mebel qilib berdi. Xo'p, akrellar, rossiyskiy stolishniy stolar qo'yilgan. Xo'p, deydi. G'aladon va yana bitta g'aladon qilingan. Shu hammasi g'aladon. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Qisqa vaqtda yetkazib o'rnatib beramiz.